G'afur G'ulom o'zbek adabiyotining yirik namoyandalaridan biri bo'lib, 1903-yil 10-may kuni Toshkent shahrida tug'ilgan. Yoshligida otasidan erta ayrilgani sababli hayotning qiyinchiliklarini boshdan kechirgan. Shu sabab uning asarlarida yetimlik, mehr, insoniylik va sabr mavzulari juda ta'sirli aks etadi. G'afur G'ulom nafaqat shoir, balki mohir yozuvchi va tarjimon ham edi. U xalq hayotini, oddiy insonlarning quvonch va dardlarini samimiy tarzda tasvirlagan. Shum bola asari orqali u o'zbek bolalari adabiyotida katta iz qoldirgan. Shoirning "Sen yetim emassan" she'ri esa urush yillarida ota-onasidan ayrilgan bolalarga dalda va mehr bag'ishlagan mashhur asarlardan biridir. Sen yetim emassan, ey dilband bola. Bag'riga bosgaydir seni bu olam, mehr bilan yashar insonlar doim. Yaxshilik so'nmaydi hech qachon go'yo, hayot sinovlari chiniqtiradi. Sabr qilgan inson baxtni topar bir kun, ilm va ezgulik yo'lida yurgan qalblarda yashaydi umr bo'yi tun.